5-ci bab. Mən həqiqətən aranlarda cinsi əxlaqsızlığın ba ikənligini anladım. Bu xil əxlaqsızlıq hətta putpərəslərin içidimi puşurmaydı. Biri ögey onisi bilən davamlıq bir orunda yetibdi. Şundaq turuqluq sizlər, yəni etiqadımız kamalatga yetdi deb maqtinib yursizlar. Sizlər bu işqi qattiq qayg'urib, bunda qilg'uchini oranglardan qo'g'lab chiqarishinglar kerak emasmi? Men sizlardan yiroqda bo'lsammi, qalbim sizlar bilan billa. Xuddi men oranglarda turgandek, bu gunohni sodir qilg'uchini Rabbimiz Aysoning nomi bilan ko'nglimda so'roq tatdim. Shunga sizlar hamma itqochlarni chaqirib, Rabbimiz Aysoning nomi bilan bir yerga jam bo'lganda, menimi sizlar bilan birga deb qarab, Rabbimiz Aysoning kuch-qudrati bilan u odamni itqochlar jamoatchilikdan qo'g'lab chiqarib, shaytonning ilkiga qaytaringlar. Buning bilan u yomon yo'ldan yenib, gunohkor tabiatning kuchidan qutulib, Rabbimiz Ayso qaytib kelgan kuni qutqizilsin. Sizlarning maqtinishinglar to'g'ri emas. Kichikkina xemirturuch butun xemirni bo'ldirlaydi degan so'zni yaxshi bilasizlar-ku. Shunga jamoatchilikning pok bo'lishi uchun bundaq gunohkorni oranglardan chiqarib yetinglar. Sizlar olli-burun poklangansizlar. Chunki o'tib ketish yetining qurbonlik qo'lsi bo'lgan Ayso Masih bizning gunohlarimizning kechirim qilinishi uchun qurbonlik qilingan. Shuning uchun xuddi Yahudilar o'tib ketish yetini o'tishdan ilgari uylarini xemirturishdan xoli qilgandek, bizmi burunqi hayotimizga xemirturishni, ya'ni yomonlik va o'chmanlikni tashlab, Ayso Masihga bog'langan yangi hayotimizni samimiylik va haqiqat ichida shod-xuromlikda o'tkazayli. Oldingi xetimda sizlarga shahvoniy havaslarga berilgan axloqsiz odamlar bilan aloqa qilmaslik to'g'risida yozgan edim. Shubhisizki, men Ayso Masihga e'tiqod qilmaydiganlar orasidagi shahvoniy havaslarga berilgan axloqsizlar, ochko'zliklar, aldamchilar yoki butparastlar bilan aloqa qilmanglar demoqchi emasman. Agar shundoq degan bo'lsam, bu dunyodan ayrilishga majbur bo'latdinglar. Lekin hozir men o'zini e'tiqodchi deb atib olgan, amaliyotda shahvoniy, ochko'z, butparast, tuhmatxo'r, haroqkash yoki aldamchi kishilar bilan aloqa qilmasliklarini, hatto ular bilan hamdostlikmi bo'lmasliklarini yozdim. Chunki e'tiqodchilar jamoatchiligining a'zosi emaslarni so'roq qilishga bizning nima huquqimiz bor? Ularni Xudo o'zi so'roq qiladi. Lekin e'tiqodchilar jamoatchiligining a'zolarini so'roq qilishga bizning huquqimiz bor. Shunga muqaddas yozmada yozilganidek, yomonlik qilguvchini oranglardan qo'g'lab chiqaringlar.